Terma jamoamiz Portugaliyani yutib qo'yishi hech gap emas. Xudo bersa, ol qulim desa, Xudo Alloh taoloning xazinasi kamayarmidi? Ol qulim. Sen tarixda dunyoga ustozlik qilgan, meni yaxshi ko'rgan bandalarimsan. Ol dunyo seni ko'rsin qaytadan desa, baxt ochilib ketsa nima deysiz? Ha? Amin. Allohim o'zingga oson. Mabodo yutkizib qo'ysak ham xafa bo'lmaymiz. Nimaga? Hamma biladi o'zi. Hozir foizga hisoblasangiz 10% ham bermasa kerak bizga. %90 Portugaliya yutadi deyapti butun dunyo misol uchun. Lekin o'sha 10% ga g'alaba berish Allohning haqqi. Hazrat Umar zo'r gaplari bor. Ana shu gapni esdan chiqarmaslik kerak. Hazrat Umar